Assalomu alaykum aziz talabalarim. Anchadan beri sizlar bilan ko'rishmadik. Mana endi sekin-sekin qolganlar ham uyqudan turishib qo'shilishsa kerak. Hammalar sog' salomatmisizlar? O'ydinglar tinchmi? O'qishlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Mana demak ancha-muncha aksariyat qisminglar bilan menimcha o'sha martda o'rtalaridan beri ko'rishmadik. O'sha o'tgan yil birinchi kursi ikkinchi semestrda karantin e'lon qilingandan keyin hammalar shu paytda hech kim bilgani ham oxirgi darslarimizni o'tganimizda Navro'zga ketamiz deb turgan edinglar. Bir xilda shu paytda mas'ulga aytdim. Navro'zdan haligi darslarni qoldirmanglar, yo'qlama qilishadi deb. Ular hammasi mana qolib ketdi shu paytda. Sizlar haligi 3-4 kunga emas, juda katta muddatga o'yga ketdinglar mana. Keyin sizlar bilan internet orqali, telefon orqali xabarlashib turdik. Mana keyin mana tobim bo'lmadi. Xudo xolasa bu yoqda bir necha haftaning ichida yetkazib olamiz hammasini. Hali sekin-sekin. Bugun ham bitta emas, men ikkita ma'ruza o'taman-da sizlarga. Hali qatorlarni qaytarib berib endi sizlarga mustahkamlab, undan keyin sekin-sekin demak biz sizlar bilan yetkazib olamiz. Agar imkoniyat bo'lib qolsa, orasida yana bir qo'shimcha dars o'tkazib yuboramiz. Buni hali gaplashamiz. Bo'lmasam bolalar sekin-sekin oz qo'shilaveradi, yo'qlamani haliroq qilarmiz. Hozir bo'lmasam ma'ruzamiz boshlaylik. Keyin bir ikkita haligi tashkiliy masalalarni men keyin aytaman sizlarga. Xo'p, demak bugun biz ikkinchi mavzuni o'tamiz va uchinchi mavzuni. Bular musbat ikkinchi mavzumizning nomi musbat hadli qatorlar va ular yaqinlashishining yetarli shartlari. Bunda biz solishtirish teoremalarini ko'ramiz. D'Alembert alomatini hamda Cauchy'ni radikal va integral alomatlarini ko'rib chiqamiz. Endi buni hozir yoshinglar shart emas. Chunki darslarimiz bugun tamom bo'lgandan keyin men sizlarga ma'ruzani bu taqdimotlarini gruppaga tashlab beraman. Hali bu taqdimot yangi tayyorlangan taqdimot, yo'qda boshqa taqdimot bor, lekin uni men tanlamagan uchun men keyin imkoniyatim darajasida vaqtimga qarab Moodle'da ham almashtirib qo'yaman. O'zimning taqdimotimni qo'yib qo'ymayapman. Buni boshqa odamlar qo'yib berishgan edi, bo'sh turmasin deb, uni keyin sekin-sekin almashtirib qo'yaman. Ular meni qanoatlantirmaydi, men bu yerda sizlarga soddaroq qilib, tushunarliroq qilib harakat qilganman taqdimotni tushuntirishga. Shuning uchun sizlarga guruhga tashlab beraman, o'shandan keyin sekin-sekin yozib olaverasizlar. Lekin mavzuning o'zi bor, haligi platformada, Moodle platformasida, Moodle tizimida bor. Bu yerda ma'ruzani kengaytirilgan matnni o'sha yerdan olishingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasam davom ettiramiz. Demak, oldin solishtirish alomatlaridan boshlaymiz. Solishtirish alomatlari ikkita ekan. Tak, Umrzoq, nima deysan? Savollar bo'lsa beraveringlar. Mayli, qo'li ko'tarmasdan savol beraveringlar, faqatgina o'sha eslatib o'taman men o'zimni hali tartibimni. Meni gapimni bo'lmaylarda, gapimni birorta fikr tugallashimda darrov domla yoki Ro'shan aka savolim bor edi, savol beringlar, men savolga javob beraman. Kelgan joyda savol ber. Nima deysan? Xo'p. Savoling bormi, Umrzoq? Yo'q, xo'p deymiz. Xo'p, bo'ldi. Agar savollar bo'lsa tortamasdan, bolalar sizlar meni juda yaxshi bilasizlar. Domla bosilib ketibdi-da. Nima deysizlar? Xo'p bo'ldi. Bosilib ketibdi-da, uzr domla. Nima qilib ketibdi? Bosilib ketibdi, Yo'q, mayli, bo'pti. Bosilib ketgan bo'lsa, bexosdan bo'lgan bo'lsa chiqishi yo'q. Tak. Demak, qaranglar, mana solishtirishda biz ikkita qator ko'rib chiqamiz. Mana demak, bugungi mavzuyimizni biz sizlar bilan musbat hadli qatorlarni ko'ramiz faqatgina. Ya'ni qatorlarimizning hamma hadlari musbat sonlardan iborat bo'ladi. Mana birinchi musbat sonli qator, bu esa ikkinchi musbat sonli qator. Demak, mana bunday shart bajarilayotgan bo'lsin, demak bu nimani anglatadi? Demak, mana qatorimiz kattaroq qator, bu esa kichikroq qator bo'ladi. Mana bu shart bo'yicha. Shunda nima bo'lar ekan, qaranglar. Mana ikkinchi qator agar yaqinlashuvchi bo'lsa, ya'ni kattaroq qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda kichikroq qator ham albatta yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Va aksincha, agar mana kichikroq qator, birinchi qator uzoqlashuvchi bo'lsa, ikkinchi qator ham, kattaroq qator ham uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Menimcha bu haligi tabiiy bo'lsa kerak.
Qatorlarni yaqinlash, uzoqlashishini birinchi haligi ma'ruzada Akrom akalar tushuntirib bergan bo'lish kerak. Qatorlar yaqinlash, uzoqlashish nimaligini bilasizlar. Bunga hozir to'xtalib o'tirmaymiz. Shuning uchun, demak, kattaroq qator yaqinlashsa, kichikroq qator albatta yaqinlashadi va aksincha, kichikroq qator uzoqlashsa, kattaroq ham uzoqlashar ekan. Bu tabiiy bo'lsa kerak, menimcha hammalarga tushunarli bo'lsa kerak. Bitta hech unaqa haligi hech narsani isbotlash hojati yo'q. Ikkinchi solishtirish alomati boshqacharoq ekan. Bu endi qatorlar umumiy hadlarning nisbatan limiti ekan. Yana ikkita bizga mana musbat sonli qatorlar berilgan bo'lsa, bunda qaranglar. Mana ko'rasizlarmi, qatorlar umumiy hadlarining mana nisbatini limitini olamiz. Agar mana shu limit chekli, mana chekli, 0 dan farqli songa teng bo'lsa, demak ham chekli bo'lish kerak, ham 0 dan farqli bo'lish kerak ekan. Demak, bu qatorlar ikkalasi ham bir xilda o'zini tutar ekan. Ya'ni yo'q ikkalasi bir vaqtda o'zida yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Agar bu yaqinlashsa, bu ham yaqinlashadi. Yoki ikkalasi bir vaqtda o'zi uzoqlashuvchi. Agar bu uzoqlashsa, bu ham uzoqlashadi. Ya'ni bir vaqtda o'zida. Ya'ni unaqa bo'lishi mumkin emas ekan. Agar mana bunaqa shart bajarilsa, bittasi uzoqlashib, ikkinchisi yaqinlashadi degan gap bo'lishi mumkin emas. Yo ikkalasi yaqinlashadi, yoki ikkalasi uzoqlashadi. Kelaylik endi mana shu ikkita solishtirish alomatlarini misollarda ko'rib chiqaylik, keyin keyingi alomatga o'tamiz. Mana misol, birinchi misol. Mana bu qator yaqinlashishga tekshirilsin. Demak, bu qatorning umumiy hadi mana bir taqsim ildiz ostida n. Biz bu qatorni garmonik qator bilan solishtiramiz. Mana garmonik qator umumiy hadi mana bunday bo'ladi. Garmonik qator haqida o'tgan darsda domla gapirganlar birinchi ma'ruzada. U qanaqa qator deyilgan edi? Haligi uzoqlashuvchi qator deyilgan. Biz hozir sizlar bilan ko'r-ko'rona ishonib, mana shu garmonik qatorni uzoqlashish ekanini qabul qilib turamiz. Hozirchalik keyinroq endi amaliyot darslarida keyin sizlar buni ko'rib chiqasizlar yoki ko'rib chiqqan tursizlar, buni uzoqlashuvchi ekanligini. Demak, bu qator uzoqlashuvchi qator. Xo'p, mana bu shart bajarilishi hammaga tushunarlimi? Nima uchun? Sabab mana bunday. Ildiz ostida n har doim n dan kichkina. Bunga menimcha rozi bo'lsangiz kerak, 2 dan boshlab. Mana o'zingiz tekshirib ko'ringlar. Ildiz ostida 2 dan kichkina, ildiz ostida 3 dan kichkina, ildiz ostida 4 dan kichkina va hokazo. Buni bemalol o'zingiz shoshmasdan bekorchilikda tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu yerda biz teskari qiymatlarga o'tsak, mana bu teskari sonlar-ku. Bu holda tengsizlik ishorasi demak qarama-qarshiligi o'zgaradi. Shunday qilib nima bo'lyapti? Mana bu garmonik qator, umumiy hadi mana bunday bo'lgan garmonik qator kichikroq qator bo'lib qolyapti. Mana bu qator esa demak kattaroq qator bo'lyapti mana bu qator. Demak, kichikroq qator bizda uzoqlashuvchi, demak ustiga ustak unda kattaroq qator ham uzoqlashuvchi bo'lar ekan, birinchi solishtirish alomatiga asosan. Mana. Demak, berilgan qator uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Shu tushunarlimi hammaga? Savollar bo'lsa beringlar. Agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa. Tak. Savollar bo'lmasa keyingi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol. Mana bu qator yaqinlashishga tekshirilsin. Mana qaranglar. Mana bunaqa tengsizlik o'rinli. Agar biz 3 olib tashlasak, mahraj kichiklashadi, kasr o'zi kattalashadi. Bu esa nima ekan? Mana bunday mahraji 1/5 ga teng bo'lgan geometrik qatorga mana bu. Bu geometrik qatorni nima umumiy hadi. Geometrik qator birinchi mavzuda o'tilgan bo'lish kerak sizlarda. Geometrik progressiya bo'lgani uchun mana bu hadlar, shuning uchun geometrik qator deyiladi. Endi geometrik qator agar uni mahraji 1 dan kichkina bo'lsa, absolyut qiymat jihatdan u yaqinlashuvchi bo'ladi. Shuning uchun ushbu qatorimiz ham yaqinlashuvchi. Demak, birinchi solishtirish alomatiga asosan mana bu qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu kattaroq qator, mana bu esa kichikroq qator bo'lib qolyapti. Mana bunga asosan. Kattaroq qator yaqinlashsa, kichikroq qator ham yaqinlashadi. Birinchi solishtirish alomatiga asosan. Keyingi misolni ko'ramiz. 3-misol. Mana bu qator yaqinlashishga tekshirilsin. Bunda biz endi ikkinchi solishtirish alomatini qo'llaymiz. Ya'ni biz bu berilgan qatorni garmonik qator bilan birgalikda ko'rib chiqamiz edi va ularning umumiy hadlarini chizmaylik bolalar. Haligi men hozir ko'rsata xalaf qilinadi, bundan keyin chizmaylik. Men ana o'z chiqancha bilan ko'rsata olmayman, sizlar endi bu narsani chizishingiz shart emas.
ekranga qarab tursangiz sichqonchani harakatidan ko'rasizlar. Demak, bu yerda ikkita mana bu qatori umumiy hadi bu qator umumiy hadi 1/n. Bular mana nisbatini olamiz edi, mana. Va uni limitini tekshiryapmiz, mana ko'rasizlar. Umumiy had bilan mana nisbatini olamiz. Shunda unaqa qiyin bo'lmagan o'zgar hisob kitobdan keyin mana bu narsaga kelamiz. Bu limit qanaqa limit ekan? Cheksizlik taqsim cheksizlik ko'rinishida aniq masala ekan. Bu kasr suratida ham mahrajida ham ko'p hadda turgani uchun bunaqa limit hisoblash uchun biz odatda emas, o'zi asosiy yo'li bu demak ko'p hadlarni eng yuqori darajasiga bo'lib o'ramiz. Bu yerda n 3-darajada eng yuqori daraja, shuning uchun n ko'pga bo'lib o'ramiz. Va natijada mana bunday ifodani olamiz. Bu yerda mana bu kasrlarimiz hammasi 0 ga intiladi. N cheksiz intilganda va suratda 2 qoladi, mahrajda 3 qoladi. Va limitimiz 2/3 ga teng bo'ladi. Limitning qiymati 2/3 bizda chekli son 0 ga teng emas. Demak, ikkinchi solishtirish alomatiga asosan nima bo'ladi? Ikkala qator, ya'ni mana bu qator ham, bu qator ham o'zini bir xilda tutadi. Demak, bu qator uzoqlashuvchi bo'lgani uchun bu qator ham uzoqlashuvchi bo'ladi. Ya'ni ikkinchi solishtirish alomatida bular bir xil o'zini tutadigan bo'lsa, mana bu limit chekli bo'lsa, bular o'zini bir xilda tutishi to'g'risida aytilgan. Ana endi keyingi alomatga o'tamiz. Solishtirish alomatlari bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat. Solishtirish alomatlari bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat. Beringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher, savoling bormi? Mana bu 3-misol ozgina tushunarsiz bo'ldi. Qaysi joyi? Cheklison chiqdi-ku? Ha? Oxiri cheklison chiqdi-ku? 2/3 mi? Ha. Aha. Endi o'shandan keyin bu yaqinlashuvchimi, uzoqlashuvchimi? Yo'q, qara, demak, mana bu limit chekli son bo'ldi va 0 dan farqli son bo'ldi mana. 0 dan farqli. Agar 0 bo'lganda, u holda ikkinchi solishtirish alomatiga asosan biz uni qo'llanmasdik. Agar 0 bo'lib qolsa, tushunarli? 0 bo'lganda. 0 bo'lmagani uchun biz ikkinchi solishtirish alomatini qo'llash haqqimiz bor va bu nimani anglatadi? Bu 0 ga teng emasligi limitda. Mana bizga ko'rib chiqayotgan ikkita qator, biz ikkita qator ko'ryapmiz, mana bu qatorni ko'ryapmiz. Mana bu qator ko'ryapmiz, mana garmonik qator. Ikkalasi o'zini bir xilda tutadi. Yo ikkalasi yaqinlashadi bir vaqtda o'zida. Yo ikkalasi bir vaqtda o'zida uzoqlashadi, tushunarli? Mana bu qator bizda uzoqlashuvchi, garmonik qator. Buni bilamiz. Demak, bu uzoqlashuvchi bo'lsa, mana ham uzoqlashuvchi bo'ladi. Bu uzoqlashuvchi bo'lib, bu yaqinlashuvchi bo'la olmaydi-da. Bular bir xilda ikkalasi. Anaqa. Cheklison chiqqani uchun shunday bo'lyapti. Nimani? Ha, chekli son bo'lgan uchun 0 dan farqli son bo'lgan uchun-da. Shuning uchun shunaqa bo'lyapti. Endi yo ikkalasi o'zbek, yo ikkalasi o'ris yoki ikkalasi tatarda, misol uchun bir vaqtda o'zida. Bittasi o'zbek bo'lib, ikkinchisi ingliz emas, tushunasizmi? Shunga o'xshabdi. Shunga. Tushundim. Shunga o'xshaydi. Rahmat. Yana savollar, marhamat. Yaxshi savol bo'ldi. Savol bo'lsa, beringlar bolalar. Bolalar, biz hozir ulgurmay qolsak, o'zi 40 minutdan-ku. Demak, o'zi menimcha ulgurmaymiz. Ozgina uzilib qoladi-da. Oldin aytib qo'yqali, yana yaqinroq qolganda aytaman. Men hozir bu birinchi 40 minutimiz tamom bo'lishiga yaqinroq qolganda men yo'qlama qilib olaman. Ya'ni kechga qolganlarni hammasini hisobga olib, kechroq kirganlarni. Agar uzilib qolsa, bir ozgina 5 minutcha tanaffus qilasizlar, 8:45 da yana boshqatdan kirasizlar. Ya'ni ozgina qolgan joydan oxirigacha davom ettirib qo'yaman, undan keyin dabilani olasizlar. Kelishdagi bolalar. Demak, hammaga aytib qo'yaman, boshqatdan kirasizlar, ya'ni 8:45 da. Xuddi o'shanaqa bo'yicha, haligi nimalar silkalar bo'yicha kiraverasizlar o'sha. Davom ettiramiz. Dalamber alomatini ko'rib chiqamiz, birinchi teorema. Mana bunday limit mavjud bo'lsin. Ya'ni qanday limit? Qatorning ketma-ket ikkita kelgan hadlarning nisbatining limiti. Mana ixtiyoriy. Mana bu n+1 hadi, bu n hadi. Bular oldinma-ketin kelgan hadlar. Shunda 3 ta hol bo'lishi mumkin ekan. Agar L birdan kichkina bo'lsa, mana bu limit. Bu holda qator yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Agar L birdan katta bo'lsa, qator uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Agar L 1 ga teng bo'lsa, qator yaqinlash masalasi ochuv qilar ekan. Ya'ni qator yaqinlashishi ham mumkin ekan, yaqinlashmasligi ham mumkin ekan, yoki Dalamber alomatni hal qilib bera olmasa, unda boshqa alomatlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi yoki boshqa matematik vositalardan foydalanishga to'g'ri kelinar ekan. Xudo xolasa,
L barobar bir holatda kamdan kam uchraydi. Sizlarga kamdan kam beriladi. Misolida demak berilishi kamroq bo'ladi. Asosan mana bu L katta bir yoki L kichkina bir holatlarni ko'rib chiqasizlar. Kelinglar misolda ko'raylik. Mana bu umumiy hadi mana bunaqa bo'lgan qator yaqinlashishga tekshirilsin deyapti. Umumiy hadi n taqsim 2 darajasi n ekan. Kelinglar D'Alembert alomatini qo'llaylik. Oldin ketma-ket kelgan ikkita hadni nisbatan olaylik. Mana bu UN bo'lish kerak, qolib ketibdi. Demak, bularni nisbatan olamiz. Bu yoqda hisob-kitoblar unaqa qiyin emas, o'zingizlar hisob-kitob qilib ko'rishingiz mumkin. Va mana bu ifodaga kelyapmiz. Buni limitini ko'rib chiqamiz. Mana. 1/2 limit belgisi tashqari chiqariladi. Birinchi kursda eslanglar. Limitlar eslashinglar to'g'ri kelyapti hozir bu yerda. Kelgan mana bu limit 1 ga teng bo'ladi, chunki mana bu kasrimiz 0 ga intilyapti. Shuning uchun qo'shimcha ifoda 1 ga intilib, limitimiz 1 ga teng va provat natijada 1/2 chiqadi. Mana bu limitimiz 1/2 bizda 1 dan kichkina. Ya'ni birinchi punktiga asosan bu qatorimiz, berilgan qatorimiz nima yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Keyingi misol, 5-misol ko'ramiz. Mana bu qator yaqinlashishga tekshirish kerak ekan. Mana bu faktorial. Hamma faktorialni biladimi? Esda bormi faktorial? Maktab kursi bo'yicha keyin faktorialni esdan chiqargan bo'lsa qaytarib qo'yadi, chunki sal keyinroq bir 2-3 ta darslardan keyin biz qatorlarni tugallasak, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika boshlanadi. Bu yerda demak aynan o'sha faktorialni ko'p ishlatiladi hisob-kitoblarda. Amaliyotlar darslarida ham ko'rasizlar, balkim o'zi ko'rayotgandirsizlar. Mana faktoriallarni qaytarib qo'yadi. N faktorial deganda biz demak nimani tushunardik n faktorial? Kim esda bor? Nima edi n faktorial? N'gacha bo'lgan sonlar ko'paytirishdi, ustoz. N'gacha bo'lgan natural sonlar ko'paytmasi, to'g'rimi? 1 dan n'gacha bo'lgan. Misol uchun 7 faktorial bo'lsa, 1 dan 7 gacha bo'lgan natural sonlar ko'paytmasi olamiz, a? To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Demak, bu Qobiljon aytdimi? Ya, Qobiljon emas. Berdimurodmi? Berdiqulov. Qahramon. Qahramon bilan Qobilan baholar bir-biriga o'tib ketib qolarmidi? Dars o'tganimizda, amaliyot darslarida Qobilan ham kirdimi, Qobilan? Shu yerdami? Yo, uxlayaptimi? Qoraqalpog'istonda hali anaqa menimcha kun yorishmagan bo'lsa kerak edi. Tak, mayli, davom ettiramiz. Yechish mana, dak faktorial anaqalarni hosillardan foydalanib turib, biz mana bunday ifodalarga kelamiz. Soddalashtirganimizda, mana bu yerda 1/4 bo'lish kerak edi. Sal xato tushib qolibdi. Bir xil joylarda xatolar bor, chunki bular test qilinganda, o'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Agar xatolarni aniqlasak, masalan, aytib ketaveraman sizlarga. Ya'ni hammamiz tirik odammiz. Xatoni demak ko'rib qolsam, agar sizlar ham ko'rib qolsangiz aytinglar, shu joylarni keyin to'g'rilab ketamiz. Mana bunday limit. Bu demak, bu yerda endi n'lar suratda turibdi, mahrajda emas, shuning uchun bu cheksizga qarab ketadi. Cheksizlik doimo bizda 1 dan katta va demak, ikkinchi punktga asosan D'Alembert alomatini ushbu qatorimiz qanaqa bo'lar ekan? Uzoqlashuvchi bo'lar. Uzoqlashuvchi. To'ppa-to'g'ri. Rahmat. Demak, uzoqlashish bo'lar ekan. Keyingi anaqaga alomatga o'tamiz. Mana ikkita misolda ko'p chiqdi. Bittasida yaqinlashuvchi, bittasida uzoqlashuvchi bo'ldi. Endi keyingi alomatimiz ikkinchi teorema Cauchy'ning radikal alomati. Nima uchun radikal alomati deyiladi? Radikal degan so'z nima? Endi haligi bu ko'proq rus anaqalarda ishlatiladi, masalan, aytib qo'yavering. O'zi bu qabul qilingan ilgaridan bu xalqaro o'sha matematik amaliyotda qabul qilingan ildizlar, mana bu ildizlar radikallar deyiladi-da, boshqacha nomi. Ildizlar radikallar deyiladi. Har qanday ildiz. Kvadrat ildiz ham, n-chi darajali ildiz ham, 17-chi darajali ildiz va hokazolar. Bular demak o'sha bular hammasi radikallar deyiladi. Shuning uchun mana bu yerda umumiy hadning n-chi darajasini limiti qatnashgan uchun bu radikal demak alomat deyiladi. Mana shu limitni ko'rib chiqamiz. N-chi daraja umumiy n-chi hadidan n-chi darajali ildizni limitini ko'ramiz. Uni p deb belgilab olsak, bu yerda ham xuddi D'Alembert alomatiga o'xshab 3 ta hol bo'lishi mumkin. Agar p 1 dan kichkina bo'lsa, qator yaqinlashuvchi bo'lar ekan. P 1 dan katta bo'lsa, qator uzoqlashuvchi bo'lar ekan. P 1 ga teng bo'lsa, qator yaqinlash masalasi ochiq qolar ekan. Unda yaqinlashishi ham mumkin, yaqinlashmasligi ham uzoqlashuvchi bo'lishi ham mumkin. Yo bo'lmasam Cauchy radikal alomatini kuchi yetmasligi mumkin. Bunda yana qo'shimcha
demak vositalardan foydalanishga to'g'ri keladi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Mana bu qatorni yaqinlashga tekshirish kerak. Endi bolalar qaranglar. Kashfiyning radikal alomatini qo'llash uchun demak maslahatlardan bittasi sizlarga amaliyotda misolda ishlayotganinglarda yoki imtihonda tushib qolsa, misol uchun yakuniy nazorat albatta tushadi. Bilib olinglar, hozir men bu birinchi bugun menimcha oxirgi kuni qilgan kecha soat 12 da bekiladi. Birinchi demak oraliq nazorat. Menimcha ko'pchiliklar ulgurdinglar. Men uni ertindinlar vaqtim bo'lgan sekin-sekin tekshirib chiqaraman va o'sha yerda platformaga baholarni qo'yib qo'yaman. Ko'rib chiqasizlar o'zingizlar. Demak, o'sha birinchi oraliq nazorat bilan cheklanmaydi. Qatorlar bo'yicha misollar ishlashlaringlar, bilimlaringlarni sinashlaringlar. Demak, yakuniy nazoratda imtihonda ham qatorlar bo'ladi. Shuning uchun yaxshi o'zlashtirib olinglar. Keyin yana bitta masala, mana hozir ko'pchilik yolgandir, hozir aytib qo'ying. Testlar bor ekan. Ilgari biz sizlarga oldingi semestrda testlarni qo'ymagan edik, bizda talab yo'q edi. Endi bu yangi anaqada joyda talab kuchliroq ekan, o'sha demak testlarni ham ishlash kerak ekan. Men hali to'g'risini olganda testlarni oxirigacha uni mexanizmini qanaqa ishlatish, ularni baholash anaqalarini oxirigacha ko'rib chiqqanman, ulgurganman. Chunki endi kasallikdan turdimmi, hozir ko'p narsani qalashayotgan narsani sekin-sekin hamma yoqqa joy-joyga saranjomlab qo'yib chiqyapman-da. Hali ulgurganim yo'q. Men ularni bir ko'rib chiqay bolalar. Keyin sizlarga mana shu bir necha kunlarning ichida, bir haftami, 10 kunlar ichida uzoq bilan harakat qilaman, undan vaqtliroq. Sizlarga gruppaga yozib yuboraman, nima qilishinglar kerak. Shu paytgacha bo'lgan testlar hammasi emaslik imkoniyat beraman. Qo'rqmanglar, qolib ketmaysizlar. Hammasini ishlasanglar, men endi bu avtomatik ravishda sizlarga men testga baho qo'yib beraman degan gap emas. Men sizlarga shu muddatlarni cho'zib beraman. Sizlarga imkoniyat beraman, o'sha testlarni ishlashga tushuntirib beraman. Qanaqa ishlashlarini hammasini, anaqa mexanizm yo'llarini testlarni o'zini yechib bermayman, faqat qanaqa ishlashini tushuntirib beraman. Va sizlarga ma'lum bir vaqtlarni beraman-da, imkon berib, o'sha hammasini ishlaysizlar, bemalol qo'rqmanglar undan. Qolib ketmaysizlar va sizlarga anaqa hamma o'sha topshiriqlar hammasini bajarasizlar. Demak, lekin bundan buyog'iga bo'ladigan testlar keyingi mavzularda. Ularga men cheklovlar qo'yib qo'yaman. Buni mavzu ko'rib chiqamanda qanaqa cheklovlar qo'yiladi, vaqt bo'yicha yoki kirishlaringiz bo'yicha, nechta urinishlar soni bo'yicha har xil joylar bor ekanda, o'shalarni men past baland joylarni bilib oling. Hozirlarni aldagim kelayotganda ham shuncha keyin hammasini aytaman. Hammaga tushunadi shu narsa. Shuning uchun xavotirlanmanglar, qolib ketmaysizlar. Keyin ma'ruzani, konspektlarni platformaga joylashtirish iloji yo'q. Shuning uchun men lichkamga jo'natib turinglar. Qancha ko'p konspekt qilsanglar, shunchalik yuqoriroq baho olishinglarni imkoniyatingiz oshib boradi. Men albatta hisobga olaman. Haligi ko'proq konspekt qilgan odamga albatta men boshqacharoq qarayman. Umuman konspekt qilmagan odamga men boshqacharoq qarayman. Va endi amaliyot bo'yicha misollar bo'lsa, uni o'zingizlar amaliyot domlalar bilan gaplashasizlar. Amaliyot bo'yicha misollar qanday joylashish. Ma'ruza bo'yicha demak, menga konspektni faqatgina lichkamga tashlayverasizlar, Telegramga tashlayverasizlar. Anaqa platformaga qo'ya olmaysizlar, shuning uchun urinmanglar. Keyin bolajonlar, haligi birinchi oraliq umuman agar bu nazoratlar bo'ladigan bo'lsa, menga endi bir ikkita yuborishdi. Domla men anaqaga platformaga ham joylashtirdim Moodle'ga va sizga ham yuborib, Telegramga yuborishdi. Yo'q, menga yubormaylar. Agar platformaga joylashtirgan bo'lsanglar, o'shani o'zi yetarli. Bo'ldi. Yetarli. Chunki meni yana vaqtim ketadi. Uni yana ko'rib chiqishga, qarashga vaqtim olmaydi. Sizlar ko'pchiliklarda mana gruppalarim ko'p, patoklarim ko'pdi. Shuning uchun menga yana qo'shimcha ravishda yoki joylashtirib etishinglar shart emas. Men o'zim ko'rib olaman uni. Hammasini. Mayli, joylashtirib etib qo'ysanglar bo'laveradi, lekin menga bu topshiriqlarni bajarganinglarni yubormaydi. O'zingizlarning ham vaqtingiz ketmasin, meni ham vaqtim olmaydi. Sizlardan ham iltimos, ham talab. Tushunarli? Endi qaranglar. Misollarni ishlayotganinglarda, mana bu kashfiyning radikal alomatdan foydalanayotganda. Mana men bu yerda o'sha qachon foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi? Agar umumiy xatda n-chi daraja turgan bo'lsa. Mana shu ko'rib qolsanglar, mana bu yerda umumiy xatda. Demak, mana men ildizdan foydalanish kerak, mana shu ildizli alomatdan foydalanish kerak degan fikr kallangizga kelish kerak. Chunki bu yerda n-chi daraja, mana bu n-chi daraja ildiz bilan yishib ketib qoladi-da. O'sha mana misolda ko'ramiz, mana ko'rasizlar. Limit ko'ryapsizlar. Mana n-chi daraja bilan n-chi daraja ildiz yishib ketib qoladi va sodda biz mana bunda limitga kelyapmiz. Uni hisoblash qiyin emas. Demak, suratni mahlash yangi bo'lib boramiz. Va natijada 4/5 degan limitni qiymatini olamiz. 4/5 bizda birdan kichkina bo'lgani uchun, demak, birinchi punktga asoslan kashfiyni radikal alomatga asoslan berilgan qator yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Keyingi misol ko'raylik. Mana bunda qator yaqinlashish tekshirilsin. U holda bu yerda xuddi oldingi misolga o'xshab o'sha ildizni
olib turib uni limitini ko'rib chiqadigan bo'lsak, nima endi bu yoqda sal murakkabroq, mana 3+2 turibdi. Menimcha maktab kursini yaxshi o'rgangan odam mana bundan bunga o'tish qiynalmaydi. Ildizdan haligi ratsional ko'rsatkichli darajaga o'tishga. Mana bunga o'tamiz, keyin enga bo'lib boramiz. Hamma joylarni, bu yoqlarni bo'lganimizda mana bunday limitga kelar ekanmiz. Bu yerda mana bu kasrlar 0 ga intilgani uchun bu yerda 4 qoladi, 2 qoladi, 3 qoladi. Mana buni va bu nima limitimizning qiymati 8 ga teng bo'ladi. 8 esa birdan katta son. Va Kasheyning radikal alomatini ikkinchi punktiga asosan qator uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Xo'p. Endi biz sizlar bilan oxirgi alomatni bugungi bu mavzudagini ko'rib chiqamiz. Kasheyning integral alomati. Endi tushunarlidir sizlarga nima uchun integral alomat deyilishi, chunki bu yerda endi integraldan foydalaniladi. Hozir integral chiqib keladi. Demak, avvalambor bizga bunday hadlari mana bu 1 dan +x gacha yarim oraliqda musbat, uzluksiz va kamayuvchi bo'lgan biror fx funksiyaning qiymatlari bo'lgan mana bunday qator belgilangan bo'lsin. Demak, mana ko'rasizlar, bu qator hadlari mana shu funksiyaning qiymatlaridan iborat ekan. Funksiya albatta mana bu 3 ta shartda qanoatlantirish kerak. Albatta musbat bo'lishi kerak, uzluksiz va kamayuvchi bo'lishi kerak. Agar kamayuvchi bo'lmasa, biz Kasheyning integral alomatidan foydalana olmaymiz. Foydalanish mumkin emas. Shunda qaranglar. Mana qanaqa integral bolalar? Bu qanaqa integral? Birinchi kursda eslaylarchi? Qanaqa integral bu? Kim aytadi menga? Xosmas. To'ppa-to'g'ri. Agzam aytdingmi? Rahmat, barakallah. Tak, demak, bu xosmas integral, to'ppa-to'g'ri. Chunki bitta chegarasi, kamlikni chegarasi cheksiz. To'g'ri. Demak, mana shu xosmas integral bilan berilgan qator demak o'zini bir xil tutar ekan. Agar bu integral xosmas integralga yaqinlashuvchi bo'lsa, qator ham yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Agar bu integral uzoqlashuvchi bo'lsa, qator ham uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, bu yerda biz qatorni yaqinlash uzoqlashishini tekshirish uchun albatta mana xosmas integraldan foydalanyapmiz. Misolda ko'rib chiqaylik. Mana qator yaqinlashishni tekshirsin. Bu umumlashgan garmonik qator deyiladi. Garmonik qatorga o'xshaydi, lekin endi mana bu yerda sonlar alfa-inchi darajada turadi. Shuni tekshiraylik. Mana bu integralni birinchi kursda ko'rib chiqqanmiz sizlar bilan. Bu integral alfa agar 1 dan katta bo'lsa yaqinlashuvchi edi va alfa 1 dan kichikroq bo'lsa uzoqlashuvchi bo'lgan edi bu xosmas integral. Shuning uchun shunga mos ravishda mana bu qatorimiz ham nima berilgan umumlashgan garmonik qatorimiz ham alfa katta 1 da yaqinlashuvchi bo'lar ekan va alfa kichik yoki teng 1 da uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Ana bu narsani ko'rsatdik biz. Keyingi misolimiz. Mana bu qator yaqinlashishga tekshirilsin. Demak, bu qator yaqinlashishga tekshirish uchun biz mana bunday xosmas integral ko'rib chiqamiz. Demak, qaranglar, agar bizga qator bergan bo'lsa, biz integral alomatdan foydalanmoqchi bo'lsak, n larni x larga almashtirsak, funksiya kelib chiqadi va o'shanga mos ravishda biz integral tuzishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Kimdir mikrofonni o'chirib qo'ysa hozir. Demak, xosmas integralni hisoblashni nima qilardik? Cheksiz chegarani biz chekli chegara bilan almashtirib turib limitga o'tardik mana bu yerda. Mana bu integralimiz qaysi usul bilan hisoblanyapti? Differensial belgisi ostiga kiritish yo'li bilan hisoblanyapti-da bu integral mana. Mana haligi dx taqsim x biz nima edi? D logaritm x edi. Shuning uchun bu integralni mana hisoblashni bilasizlar. Demak, bu yerda mana logaritm 2 son bo'lgani uchun u limitga boramiz. Mana limitga o'tadigan bo'lsak, bu cheksizlikka qarab ketadi. Demak, integralimiz cheksiz bo'lsa, bu nimani anglatadi? Integralimiz uzoqlashuvchi ekan. Xosmas integralimiz. Demak, xosmas integralimiz uzoqlashuvchi bo'lsa, Kasheyning integral alomatiga asosan mana qatorimiz ham uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Ana shuni ko'rsatdik. Demak, bu mavzuimiz tugadi. Keyingi mavzuga o'tamiz. 3-mavzu. Tak, 3-mavzu. Tak. Demak, 3-mavzu ishoralari navbat bilan almashuvchi qatorlar ekan. Leibniz teoremasi o'zgaruvchan ishorali qatorlar absolyut va shartli yaqinlashish. Xo'p. Bo'lmasam, demak, men hozir yo'qlama qilib olaydi, kimlar bor yo'qligini. Undan keyin buni davom ettiramiz.
Endi buni hozir ulgurmayman oxirgi chamasi. Hozir uzilish bo'ladi va demak, hali aytganimdek 8:45 yana boshqatdan kirasizlarda, oxirigacha yetib qo'yamiz va shu bilan darsimizni tugalaymiz. Tak, demak, hozir demak mana. Tak. Akramjon bor ekan Shodmonov. Hozir 18-19. Akramjon bizda 18-guruhdan. Akramjon. Kimdir choy ichayotsa kerak, menimcha. Jaloliddin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choy ichsam, hamma havosini keltirib qo'ymaganda, shuqillatib. Tak. Qahramon bor ekan Berdiqulov. Mana ko'rgandan xursandman. Tak. Azamat Fayzullayev shu yerda. Tak, Azamat Fayzullayev. Tak. Begzod Zaydiyev. Tak. Jaloliddin shu yerda. Nechiksan, jonlimi? Tak. Domla. Tak. Rashidov Umidjon shu yerda. Tak, Umid Rashidov. Qara, Umidjon unaqa deydi. Rashidov 19-guruhda edi. Tak. As. Rashidov Umidjon. Tak. Alisher Shodiyev shu yerda. Alisher Shodiyev. Qahramon bu yoqqa qochib ketib qolding. Tak. Zaynabeza Jaloliddin, tak, Akram, tak. Javohir 18-guruhdami? Javohir O'tamurodovmidi? Javohir Domla Otamurod. O'tamurodov Javohir shu yerda. Tak. Ibrohim To'ychiyev shu yerda ekan. Tak. Agzam Jalgasov shu yerda. Tak. Ibodov. Elbek shu yerda. Tak. Otabek Quvonov shu yerda ekan. Так, Feruz Salimov. Feruz. Так. Iqrorbek Xatamov. Shu yerda. Так. Zafar Safarov shu yerda. Так. Bobonazarov. Begzod shu yerda. Tak, bo'ldimi? Hammani aytib bo'ldimmi? Hech qolib ketmadimi? Ha, Umurzoq Tursunov. Umurzoq. Endi ozim juplab turdi Umurzoq ham. Aytaman deb. Tak, yana Umurzoq ham bir o'rmondan deymanda. Tak. Shu yana kim? Hamma qolib hech qolib ketmadimi? Bo'pti, davom ettiramiz. Tak, hozir uzilguncha davom ettirib turaylik. Qani. Tak. Hop, qaranglar. Demak, hadlari galma-galdan musbat va manfiy bo'ladigan qatorlar ishoralar navbatda almashuvchi qatorlar deb atalar ekan mana. Ko'ryapsizlarmi? Demak, navbatda almashuvchi qatorlar. Mana galma-galdan bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus, bitta plus va bitta minus ketyapti. Demak, mana albatta almashib turish kerak. O'shanda navbatni almashuvchi qator deyiladi bu. Bitta plus, bitta minus bo'lish kerak. Buni umumiy holda mana bu yoyilgan holatda, kompakt holatda qator mana qilib yozishimiz mumkin mana. Buni o'zingiz tekshirib ko'ringlar. -1 darajasi deb yoziladi. Demak, ishoralar navbatdan almashuvchi qatorda albatta -1 darajasi qatnashadi, albatta. -1
tog' darajasi necha teng bo'ladi? Masalan, 1-chi, 3-chi, 5-chi hokazo darajalar necha teng? -1 ga. Necha teng bo'ladi? -1 ga. -1 ga to'ppa-to'g'ri. Jub darajasi darajalari. manfiy bo'ladi. Ha, jub darajalari-chi? Anaqa Musbat. musbat. +1 ga teng bo'ladi. Manfiy, naborot. Ha, shuning uchun jub darajalar musbat Shunday. bo'ladi. Tog' darajalari manfiy bo'lgani uchun plus va minus gapga kerak. Demak, albatta mana bunaqani ko'rib qolsanglar, darrov tushuninglarki, bu ishoralarni navbatdan almashuvchi qator. Endi o'zgaruvchan ishorali qatorlar deb endi hadlari ixtiyoriy ishorali bo'lgan. Ya'ni ixtiyoriy ketma-ketlikda musbat va manfiy bo'lgan qatorlarga aytilar ekan. Ya'ni bu yerda endi ular galma-galdan kelish shart emas. Masalan, oldin 3 ta plus kelishi mumkin-da, keyin bitta minus, keyin bitta plus, undan keyin 17 ta minus kelishi mumkin. Keyin 43 ta plus kelishi mumkin. Keyin 2 ta minus kelishi mumkin. Ixtiyoriycha. Hatto birinchi xato minusdan boshlanishi ham mumkin. Farqi yo'q. Eng asosiysi, demak, ham musbat ishoralar, ham manfiy ishorali demak hadlar qatnashishi kerak. O'shanda bu o'zgaruvchan ishorali qatorlar deyiladi. Ya'ni bunda olib qarasanglar, o'zgaruvchan ishorali qatorlar ishoralar navbatini almashuvchi qatorlarning umumiyroq holi ekan. Ya'ni ishoralar navbatini almashuvchi qatorlar o'zgaruvchan ishorali qatorlarning ichiga kirib ketar ekan. Ya'ni bu kengroq tushuncha. Qatorlar bu qatorlarning ichida yotibdi. Bu qatorlarning xususiy holi ekan. Va endi oldin ishoralar navbatini almashuvchi qatorlarni ko'rib chiqdik, keyin bu qatorlarga o'tamiz. Ishoralar navbatini almashuvchi qatorlarning yaqinlash shartini Leibniz alomati berar ekan, birinchi teorema. Demak, qaranglar, agar mana bu ikkita shart bajariladigan bo'lsa, mana bu ishoralar navbatini almashuvchi qator yaqinlashuvchi bo'lar ekan. Demak, nima shart ekan?